Nafsingiz yo'l qo'ysa 50 soniya chidab turing. Bugungi kunda juda ko'pchilik shahvoniy, fahshga botgan videolarni qayta-qayta ko'radi, lekin kitob tavsiya etilgan joyda ensasi qotib o'tkazib yuboradi. Lekin mening obunachilarim ichida ilmga oshno qalblar juda ham ko'p deb o'ylayman. Men sizga ajoyib kitob tavsiya etmoqchiman. O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zamning turli hikoyalar va qissalardan tashkil topgan Gonoulluga elchi kitobi sizni dunyoqarashingizni, tafakkur olamingizni kengaytiradi va albatta nutqingizni rivojlantiradi. Hurmatli do'stlar, bugungi kunda boy bo'lishning 1000 ta siri, sevgi erishishning 100 ta siri, do'st orttirishning paloncha siri nomli kitoblar sizga hech qanday naf bermaydi. Mana haqiqiy o'zbek tilining jozibasi, o'zbek tilining haqiqiy mazasini his etish imkoniyati Pir nashriyoti tomonidan chop etilgan Gonoulluga elchi Erkin A'zam Abdulla Qahhor darajasidagi yozuvchi. Yurakchani qizartirib qo'ying va kitobga oshno qalblarga bu videoni albatta jo'natib qo'ying.